Opajon, bo'ldi endi siqilavermang. Bo'lar ish bo'ldi. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Ikkala qizingiz ham bir chiroyli kelin bo'ldi. Ko'rgan odamlarni havasi kelib ketdi. Bilib turibman. Yulduzimdan ko'nglim to'q. Lekin Zarinamchi, uni qalbi yaralangani yetmaganday olovga tashladim. Opa, kuyov nogiron bo'lsa ham tuzukkina ekan-ku. Xushsuratgina, chiroyli yigit ekan. Ey Xudoyim, chiroy baxt olib kelarmidi? Uni arvachada ko'rib yurak bag'rlarim ezilib ketdi. Zarinamning orzulari chilparchin bo'ldi. Bolamni hamma orzulari bir zumda poymol bo'ldi. Bo'ldi opajon, siqilavermang. Siz ularni duo qiling, to'y o'tdi. Endi hech narsani o'zgartira olmaysiz. Agar rahmatli otasi bo'lganda bu to'yga rozilik bermasdi. Bilib turibman. Zarina singlisi uchun qurbon bo'ldi. Ha, endi o'zingiz ularni bir-biriga mehribon qilib tarbiyalagansiz-da. Endi bu yog'iga ikkisi bir-biriga mehr berib yashashaveradi-da. Mana ko'rasiz. Siz siqilavermang. Dadasi. Negadir bugun yuragim g'ash. Shamsiddin o'g'limizni xursandligini ko'rdingmi? Uni ko'zlarini qanday kulganini, baxtdan porlab turganini ko'rdingmi? Bilasanmi? Men shu lahzalarni bir umr ko'raman deb yashadim. Shamsiddin ham bizni o'g'limiz-ku axir. U qiyin va mashaqqatli kunlarimizdan bizga omonat bo'lib qolgan. Uni ham baxtli bo'lishga albatta haqqi bor. Bir qizni baxtsizligi evasigami? Bu yana qancha davom etar ekan? Biz ularga baxt tilaymiz. Ular hali baxtli bo'lishadi. Xonadonimizda ilk chimildiq. Biri baxtdan yonib turibdi. Biri esa qora zulmat ichida. Men qiz sho'rlikka chinyapman, dadasi. Singlisini baxti uchun shu to'yga rozi bo'lganini his qilib turibman. Bilasanmi? Bu hayotda nuqsoni bor insonlar ko'p va ular yolg'iz emas. Yonida yo'ldoshi bilan baxtli yashayotganlar sanoqsiz. Bilasizmi, dadasi? Qarasam, ba'zan bahri tosh bo'lib ketasiz. O'z farzandingni xursand qilish uchun bag'ri tosh bo'lishga ham majbur ekansan. Bu taqdir, onasi. Taqdir. Opam rosa yig'layotgandir-a? O'zlariga kelib qoldimi? Ha, yig'layaptilar.
biroz charchadilar shekilli. Ikkita qizlarni ham uzatib yubordilar. Biz onalarga qiyin. Qizlarimizni qiynalib dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab katta qilamiz. Keyin begona xonadonga uzatib yuboramiz. O'sha xonadonda tinchib ketsa bo'ldi-da. To'g'ri aytasiz. Lekin Zarinani ko'rdingiz-ku. Biror marta kulmadi, faqat yig'ladi. Ostonadan oq libosda chiqib ketayotib, onasini mahkam quchoqlab yig'ladi. To'g'risi ichim g'alati bo'lib ketdi. Men ham g'alati bo'ldim. Kuyovni ko'rdingmi? O'rnidan tura olmaydi. Mustaqil yura olmaydi. Zarina endi unga bir umr xizmatkor bo'ladi. Hanifa. Opam bu to'yga umuman rozi bo'lmasliklari kerak edi. Bular ish bo'ldi. Men ham achindim. Endi ortga yo'l yo'q. Opajon ham, Zarina ham Yulduzni o'ylashdi. Qo'shaloq kelinlarning bittasi baxtli-ku. Shunisi yetar. Dunyoning ishlari qursin. Bir kunda uka o'lib, o'rnida akasi kuyov bo'lsa, yoqangni ushlab qolar ekansan. Hali ham ishongim kelmayapti. Nimasini aytasiz? Dadasi, bugun shu yerda qolamizmi? Ha, bo'lmasam-chi? Opamni shu ahvolda tashlab keta olmaymiz axir. Bolalarga onam qarab turadilar. Ularga tayinlab kelganman. Bo'pti. Men darvozani qulflab kelay. Sen ichkari kiraver. Mana endi sekingina rejamizni bajaramiz, dadasi. Xayrli tong. Sizga ham xayrli bo'lsin. Bilasanmi? Men juda ham baxtli insonman. Senchi? Men ham baxtliman. Nihoyat bir-birimizga ham yetishdik. Yulduz, mana juft halolim bo'lding. Meni or-nomusim, baxtim, g'ururim ham sen bilan birga. Xudo xolisa albatta baxtli bo'lamiz. Mayli. Adam bilan oyim dasturxon oldida kutib turishibdi. Yura qol. Abbos aka, hayajonlanib ketyapman. Nimaga? Umrimda birinchi marta kelin bo'lyapman. Aytgancha. Xavotir olma. Oyim bilan adam seni yeb qo'yishmaydi. Chiqasan, kelin salom qilasan. Opam ham chiqadilarmi? Ha, chiqsalar kerak, uylarda o'tirmasalar kerak. Xo'p, hozir chiqaman. Bo'pti, tusharsan men pastda bo'laman. Xo'p. Doim shunaqa qo'lingiz yetmaydigan doriga osilganmisiz?
qiynoq bilan sabr meni peshonamga yozilgan shekilli. Sizga uylanishni men xohlamadim. Dadam shuni xohladilar. Lekin siz tish-tirnog'ingiz bilan qarshi tursangiz bo'lardi-ku, to'g'rimi? Siz ukamni bevasi bo'lib qoldingiz-ku. Yo'q, men beva emasman. Nimaga hamma shu gapga yopishib oladi? Men aslo beva bo'lib qolmas edim. Axir bizga nikoh o'qilmagan edi-ku. Fotiha qilingan deylar-ku. Xo'sh, nima bo'pti shunga? Bu fotiha ataylab buzilgani yo'q. Nega odamlar fotihasi buzilgan qizlar haqida noto'g'ri narsalarni o'ylayverishadi? Nega biz doim qora nishonda qolaveramiz? Axir bu taqdirni Allohdan biz so'ramaganmiz-ku. Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. To'xtang, nega erkaklar hamma narsaga yengil qarashadi? Nega qiz bolani orzu-umidlari, qarashlariga, qalbini, his-tuyg'usini hech kim eshitmaydi? Nega? Nima uchun? Kelin. Kelin. Labiya oyijon. Ha bu ovsingiz ko'rinmayaptilar. Ovsinim? Ha, opammi? Ha, opangiz. Xonalariga kirib bunda xabar olib chiqsangiz bo'lar ekan. Endi o'zim kirgani noqulay bo'lyapti. Chaqirib chiqaymi oyijon? Unda chiqsinlar. Kelin salom qilsinlar. Axir qaynotangiz o'tiribdilar. Allaqachon ular ham uyg'onishgandir-a? Xo'p, hozir chaqirib chiqaman. Ha. Eshikni taqillatib kiring-a. Xo'p bo'ladi oyijon. Opa, yaxshimisiz? Nimaga bunaqa o'tiribsiz? Nima bo'ldi? Ahvolimni bilib turib so'ramagin. Bu nima deganingiz? Men nimani bilaman? Opa, tinchlikmi, nimadir bo'ldimi? Tinchlik emas. Seni qara. Baxtdan yal-yal tovlanib turibsan. Chiroyli kelin bo'lib, kelin salomlar qilyapsan. Men-chi? Meni qaragin. Baxti qaro bo'lib o'tiribman. Opa, sekinroq gapiring. Eshitib qolishmasin. Nega baxti qaro bo'lasiz? Kuyov sizga bir nima dedimi? Hech narsa degani yo'q. Mana, bir kunlik to'y chiroyli o'tdi ketdi. Bu yog'iga nima bo'ladi? Meni hayotim, meni taqdirim nima bo'ladi? Nima ham bo'lardi? Opa, bu yaxshi oila. Qaynona qaynotamizni ko'rdingizmi, yuzlari qanaqa quvonch bilan kutib olishganini? Siz chiqing. Hamma xursand. Yuring. Menga qara. Nima hammaga tekin tomosha bo'lish uchun chiqamanmi hozir? Yo'q. Ustimdan kulishlari kerak emas menga. Chiqmayman. Nimaga kulishadi? Opa, o'ylab gapiring. Sizni hech kim ustingizdan kulmaydi. Qaydanga Oyjon sizni chiqsin, birgalikda nonushta qilamiz deb aytdilar. O'zlari kirishga tortinib turgan ekanlar. Opa, meni eshityapsizmi? Opa, eshityapsizmi? Men bu uydan ketishim kerak. Opa, shoshmang.
Aka o'g'lim. Assalomu alaykum dadavoyi. Yaxshi dam oldinglarmi? Va alaykum assalom. Rahmat bolam. Va alaykum assalom. O'zing yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Shamsiddin, kelin qani? Xonasida. Nimaga chiqmayapti? Axir biz uni boyatdan beri kutib o'tiribmiz. Vahima qilma. Hozir chiqadi. Endi begona xonadon, begona joy. Kimdir tezroq ko'nikadi, kimdir esa ko'nikishi qiyinroq kechadi. Endi tezroq chiqib, udumlarimizni bajarsin. Kelin salomlarini qilsin. Choyimizni qo'yib bersin. Kichik kelinni-ku ko'rdik. Endi katta kelinni ham bir ko'raylik. Oyi, shoshilmang. Sen aralashmay o'tir. Hali yoshlik qilasan. Barno. Ertalabdan odamlarning asabini buzmagin iltimos. Hammamiz yaxshi kayfiyatda o'tiribmiz. Endi hamma oilada ham mayda-chuda gap so'zlar bo'lib turadi. Hamma narsani chuvalashtirmasdan sekin o'zimiz hal qilsak bo'ladi-ku. Qani Shamsiddin o'g'lim, dasturxonga qara. Aka oling. Choy quyib beraman o'zim sizga. Bir emas. Choy qo'yadigan ikkita kelinimiz bor. Nima endi choyni ham o'zimiz qo'yishimiz kerakmi? Hech narsa qilmaydi, oyi. Oling. Nimaga ketaman deyapsiz? Unaqa qilmang. Menga qara. Bir kunlik to'y bo'ldi, o'tdi ketdi. Sen uchun kelin kuyov shoh sifatida kulib o'tirdim. Ichim yig'lasa ham, lekin yuzimdan kulib o'tirdim. Faqat sen uchun. Bildingmi? Bo'ldi. Endi ketaman. Yo'q. Opa, bunaqa qilmang. Hozir tashqarida hamma xursand. Sizni intizorlik bilan kutib turishibdi. Kutmasin, kutishmasin. Borganda aytib qo'ygin. Kutishmasin. Men bu uyda o'tirmayman. Qoch. Qoch deyapman. Opa, Qoch deyapman senga. hammasini barbod qilasiz. Shuncha orzu, umidlar, niyatlar bilan qurilgan baxt koshonamizni yer bilan yakson qilib ketmoqchimisiz? Shumi maqsadingiz? Men bu narsa haqida umuman o'ylashni ham, eshitishni ham xohlamayapman. Hech bo'lmasa meni o'ylang. Hozir ketib qolsangiz, otilgan toshlardan bittasi menga ham tegadi-ku. Keyin men bu xonadonda qanday qilib bosh ko'tarib yuraman? Kim degan odam bo'laman? Mana shularni o'ylasangiz-chi? Bo'ldi, iltimos, meni to'xtatmagin. Bo'ldi, qilgin. Yetadi. Shamsiddin. Nega qarab o'tiribsan? Ol o'g'lim. Yoki ichkarida nimadir bo'ldimi? Kelinam haylab qoldi, chiqmayapti. Menimcha u chiqmaydi. Nimaga? Nega unaqa deyapsan? Bizdan bir nimani yashiryapsanmi? Gapir. Oyi, u uyiga ketmoqchi. Nima? Birinchi kundan nimaga ketadi? Bilib turib, nimaga degan savollarni beravermanglar, iltimos. Bu xonadonda bitta nogiron bor. Uni boshini ikkita qilib, yana bitta insonni muammoga yo'liqtirdikmi deyman. Shamsiddin, o'zingcha qaror chiqarma. Biz seni baxtingni o'yladik, o'g'lim. Sizlar o'ylagan baxt amalda bo'ladi, dada. To'g'ri, men xursand bo'ldim, baxtli bo'ldim. Faqat bir kun xolos. Bir kunlik baxt kimga kerak edi? O'z to'yimda baxtli bo'ldim. Kulib o'ynadim. Bo'ldi. Endi esa hammasi tugadi. Aka. Unchalik tushkunlikka tushmang. Tushunaman, qiyin.
Men bir umr yolg'iz o'taman baribir. Dada, oyi. Bu to'y bekor bo'ldi. Bir qizni umidvor qilib qo'yib, katta xatoga yo'l qo'ydik. Bu to'yni odamlarning ko'zi uchun qildikmi? Kerak emas edi, dada. Bo'ldi, bas qil. Shamsiddin, hali ko'p narsalarga seni aqling yetmaydi. Biz seni yaxshi niyat bilan uylantirdik. Sekin-sekin hammasi iziga tushib ketadi. Iziga tushmaydi, dada. U ketmoqchi. Hech qayoqqa ketmaydi. U endi avvalgidek erkin qush emas. Xohlagan paytda uchib ketadigan. U seni rafiqang. U bizni xonadonimizning kelini. Biz ruxsat bersakgina ketadi. Bo'lmasa, bu ostonadan tashqariga qadam ham bosmaydi. Tushundingmi? Sen borib qara. Kelinga hammasini tushuntirib qo'y. Agar tushunmasa, mana bu yerga olib kelgin, o'zim hammasini tushuntiraman. Xo'p. Keling, opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baxtli bo'linglar. Opajon, dadajonga kelin salom. Baxtli bo'ling, qizim. Baxtli bo'ling. Baraka toping. Qo'sha qaranglar. Bo'ladi. Endi akajonga, opajon. Opa, to'xting. O'g'lim, Dada, sizga aytuvdim-ku. Bu ishni bekor qildik. o'g'lim. Hali hammasi joyiga tushadi. Opamga nima bo'ldi? Bilmasam. Kechadan beri qovoqlaridan qor yog'yapti. Biror marta kulganlari yo'q. Ertalab ham nonushta qilmadilar. Issiq choy damladim. Shirinliklarni oldilariga qo'ydim. Ishtaham yo'q deb o'tiribdilar. Ikkita qizini turmushga bergani uchun yolg'izlanib qoldi-da bechora opam. Voy, nimaga yolg'izlanadilar? Mana biz bormiz-ku. Dadasi, menga qarang. Shu paytda rejalarimizni amalga oshiradigan vaqt keldi. Endi mana shu hovliga ko'chib kelamiz. Ey! Nega tushunmaysan, ha? Nega tushunmaysan? Opam bunga ko'nmaydilar. Nimaga ko'nmaydilar? Bir o'zlari yashamaydilar-ku. Sizchi? Ko'ngillariga yo'l topib sekin gapni boshlang. Onasi, jon onasi. Axir o'zimizning uyimiz bor-ku. Ortiqcha uy kimga zarar qildi? Mana hovlini qarang. Kattagina. Biz 2 xonali kvartirada qimtinib yashaymiz. Hadame anavi barzangi ukes uylanaman deb kelsa, chet eldan. Ey! Ziyodjon hali beri kelmaydi. Hali 5 yil ishlaydi. Yaxshi. Bilaman. Misol uchun aytyapman. Kelib bu yerda ish topolmay sarson bo'ladimi? O'sha yerda jaraq-jaraq pul topgani 1000 marta yaxshi.
Dadasi, xullas, opajonga o'zingiz sekin, yotig'i bilan tushuntiring. Ey, onasi, nahotki tushunmaysan? Hozir vaqti emas. Qachon vaqti? Qachon? Kayfiyatiga qarang, birdan borib, tomdan tarasha tushganday gapiring demayapman. Sekin, yotig'i bilan. Unaqa lallayib yurmaydi-da. Vaqtdan foydalanaylik. Hozir gaplashing. Bo'ling, boring. Xo'p. Opa, bo'ldi, yig'lamang. Opa, Zarinaxon, nega yig'layapsiz? Nima bo'ldi? Nega deb so'ramang. hozir men suv olib kelay. Siz o'g'limga tekkaningizdan afsuslanyapsizmi? Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Shunchaligiga norozimisiz? Sizni o'zi kim majbur qildi? Faqat to'g'risini ayting. Oyijoningizmi? Haligi Opa, yaxshimisiz? Mana suv ichib oling. O'zim ham sezgandim. Siz baribir norozi bo'lishingizni o'ylagandim. siz faqat noto'g'ri o'ylamang. Oyingizni erki qo'llarida edi. Sizni uzatmasalar ham bo'lardi. Oyijon, bilasizmi? Opajonim hozir juda ham hayajondalar. O'zlariga kelguncha ozgina vaqt kerak-da, oyijon. Menimcha bu ahvolda o'zlariga kela olmasalar kerak. Opa, noto'g'ri ish qildingiz. Senchi, meni koyimasdan undan ko'ra borginda kelinlik vazifalaringni bajar. Men bilan umuman ishing bo'lmasin. Namuncha qaysarsiz. Sizni bosgan har bitta noto'g'ri qadamingiz meni ham yuzimga bosilmasin. Opa, boyadan beri sizni kuzatib o'tiribman. Siqilib o'tiribsiz. Ikkita qizim ketib, hovlim huvillab qoldi. Gapiring, boshlang. Opa, bu hovlida siz ham yolg'iz yashamang deb o'ylab turgandim. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Opa, agar siz rozi bo'lsangiz, men keliningizni, bolalarimni olib shu yerga yoningizga ko'chib kelardik. Sabab? Hammamiz birga yashaymiz.
Nima dedingiz? Yo'q. Seni xotiningni xarakteri og'ir. Uni ustiga bolalaring ham sho'x. Qichuv qilib meni miyamni yedimi ular? Qo'ysingchi. Kerak emas. Opa, kerak emas demang. Axir bir o'zingiz mana shunday hayhotday hovlida yashaysizmi? Sizdan xavotir olaman, opa. Xavotir olma. Bugun uyga qaytamizmi deb turgandik. Sizni bir o'zingizni tashlab ketishga yuragim betlamayapti. Bemalol ketaveringlar. Bir o'zingizni qoldiribmi? Zafar, nima sen meni mulkillab qolgan kampir deb o'ylayapsanmi? Xudoga shukr. Qo'l oyog'im but, hamma ishni qila olaman, kirimni yuva olaman. Menga hech kim kerak emas. Gapiring, gapiring. Bemalol ketaveringlar. Mendan xavotir olma. Dadasi. Ketyapsizmi? Ha, Yaxshi borib keling. Barno. Kelin bilan gaplashdingmi? Gaplashdim. Lekin gaplashganda ham tayinli bir hech narsa aytgani yo'q. Dadasi uy ichidan ezilyapti. Siqilib ado bo'lyapti. Barno. Iltimos, bo'rttirib gapirmagin. Dadasi, menimcha siz noto'g'ri qaror chiqardingiz. O'g'limizni bir kunlik shodligini, quvonchini deb bir qizni umrini, yoshligini barbod qilyapmiz. Ey, sen o'zi qanaqangi bag'ritosh onasan? Qanaqangi bemehrsan? O'g'limiz Shamsiddinni to'yi kuni qanaqangi xursand bo'lganini ko'rdingmi? Ko'zlaridagi sevinchni ko'rdingmi? Sen shularni ko'rib o'zing ham xursand bo'lmaysanmi? Men uni nogiron bo'lib tug'ilganida yo'q. Achchiq qismatga ko'nib bo'lganman. Menga ham oson tutmang. Menga qara onasi. Bu yog'iga kelin kelgan. Endi uni ham ko'ngliga qarab yashashing kerak. Shamsiddin o'zini tahqirlangandek his qilyapti. Endi Shamsiddin yosh bola emas. O'zlarining aravasini o'zlari tortishadi. Dadasi, ularga bag'ritoshlik qilmayapsizmikan? Meni bag'ritosh deb o'zingiz toshdan yurak yasab olgansiz shekilli. Bir kun aza ochib, ertasiga to'y qildik. Agar yuragim toshdan bo'lganda, bolalarimni baxtini o'ylab, tavakkal qilmagan bo'lardim. Bilasanmi? Bir paytlar dadam rahmatli, o'g'lim, ota-onadan qo'rqoq inson bo'lmaydi. Chunki farzandlarim o'zini himoya qila olarmikin? Dushman kelsa yenga olarmikin? Ularni qornini to'ydirib, kelajakdagi jamiyatga qo'sha olarmikinman deb biz ota-onalar qo'rqoq bo'lib qolar ekanmiz. O'shanda men bu gaplarning ma'nosini tushunmagandim. Lekin o'tayotgan yillar hammasini tushuntirib qo'yapti. Ko'nmadilar dedingizmi? Men shunaqa bo'lishini bilardim. Endi bu yog'iga o'zingiz ko'ndirasiz. Ey, qizimsan. Qanaqa qilib ko'ndiraman?
yo'q desalar voydod deb uyga kelib olmaymiz axir. Bir ilojini qiling. Hey Hanifa, yig'ishtir. Bo'ldi qil, jonga tegding. Yur, ketamiz. Izzatimiz bitta. Shoshmang. Dadajonisi. Mana shu uy bizni uyimiz. Biz hech qayerga ketmaymiz. Ey. Nahot tushunmayapsan? Opamni javoblarini aytdim-ku senga. Rozi bo'lmayaptilar. Rozi bo'lmaydigan odam yo'q. Rozi qila olmaydigan odam bor. Opajon bilan men o'zim gaplashaman. Ey, Ay, Beqot. Bir baloni boshlamagin tag'in. Ey, nega o'zi sen shu yerda yashaymiz deb yopishib olding? voy nimaga beg'amsiz? Nahotki bolalarimizni kelajagini o'ylamasangiz? Bundoq bir kallangizni ishlatsangiz-chi? O'chir. O'chir ovozingni. Nega bolalarimning kelajagini o'ylamas ekanman? O'ylaganingizda mana shu xonadonni allaqachon egallagan bo'lardingiz. Dadasi, bizni 3 ta o'g'limiz bor. Ertaga ularni har biriga bittadan uy kerak. Narx-navo osmonda bo'lib yurgan bir paytda qaysi pulingizga uy olib berasiz? Ey. Opam o'z uyini berib yuboradi deb o'ylayapsanmi? Agar ularga yaxshi qarasak, yonlarida bo'lsak, uylarni beradilar. Mana shu xonadon bizniki bo'ladi. Hanifa, onasi. Sen juda kalta o'ylayapsan. Dadasi, xo'p, biz ketdik ham deylik. Keyin nima bo'ladi? Opes bir o'zi yashomiy qizini bittasini olib kelib oladimi? Kuyovini ichki yo'q qilib olib keladi. Keyin butun boshli hovli o'shanga qoladi. Sizni keyin bunga alamingiz kelmaydimi? Ey, kuyovlar bu uyga kelmasa kerak. Dadasi, tayyor uy-joy, katta hovli. Kim ko'chib kelmaydi? O'sha qudalar nogiron o'g'lini bekorga tiqishtirgani yo'q. Erta bir kun kelib, o'sha o'g'lini ichkiyovga aylantiradi. To'g'rimi? Nogiron bola ichkiyovlikka ham rozi bo'ladi-da. Bo'ldi qil. O'zingdan to'qib, ko'p gapirma. Siz nimaga menga hadib qarshi chiqaverasiz? Nimaga? Mayli. Siz aytgancha bo'lsin. Biz bu uydan ketamiz. Lekin bu uyga boshqa qadam bosmaymiz. Voy. Xotin, gapingni o'ylab gapiryapsanmi? Opam meni yagona jigarim. Opamdan hech qachon yuz o'girmayman. Seni Bir amallab ko'ndirish kerak edi-da. Erim nimaga shunaqa mug'ombirmas? Hech tushunmayman. Qaysar, hali qarab turlaring. Shu uyni o'zim egallayman.